Uchta uy ko'rishning ta'birlari. Uy ko'rish qabriston, umr yo'ldosh, boylik, ishonch, farovonlik, mol-mulk, amal tarzida ta'birlanadi. Notanish, kimsasiz, qarovsiz uyga kirgan kishining ajali yaqin bo'ladi. Yolg'ondan qurilgan imorat harom mol ramzidir. Eski binoning yangi bo'lganini ko'rish rizq nasibaning ziyoda bo'lishiga ishoradir. Uyning qulaganini, vayron bo'lganini ko'rish tezda ro'y beradigan falokatdan nishona. Tomdan tomga sakraganini ko'rgan kishining boyligiga boylik qo'shiladi. Uyning eshigini ag'naganini, yonganini ko'rgan kishi kuchi yetmaydigan ishga duch keladi, o'yga botadi. Darvozasi yangilanganini ko'rgan kishi oila quradi, qiyinchiliklardan qutuladi. O'z uyi eshigini ochgan kishining mushkuli oson bo'ladi. Eshigining qulfini yo'qotgan kishi muhim masalada xatoga yo'l qo'yadi. Qulfni qayta topgan kishining ishlari yurishadi. Qulfni ochiq holda ko'rgan kishining ishlari qiyinlashadi. Tor joydan qutulib chiqqanini ko'rgan kishi qiyin vaziyatdan chiqib ketadi. Bir qancha ustunlar ko'rgan kishining martabasi yuqori bo'ladi. Unutmang, uch ta'birlari bashorat emas, hamma narsani biluvchi zot yolg'iz Allohdir.